Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi lazerda kesilgan darvozalarimiz tayyor bo'ldi mana. Bu darvozalarimizning bu joylariga milliy uslubda kesilgan joylarini lazer lislarni kesib qo'yganmiz. Bu darvozalarimizning eshiklariga oyna lislarni qo'ymaganmiz aynan. Nimaga deganda oyna lislar sinib qolish ehtimoli kuchli bo'ladi. Orqa taraflar ham qalin temir bo'lgan, 108 lislarda bo'lgan. Old taraflar ham 108 lislarda bo'lgan. Bu darvozalarimizning bu joylariga, yaltirab turgan joylariga haqiqiy nержавейка, gold nержавейкаларni qo'yganmiz. Bu joylarda oyna listlari двойной стеклопакет qilingan. Nalishniklari, koronalari hamma joyi o'ziga xos uslubda yarashtiribdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ularning materiallari 6x4 1.7 stenkalarni ishlatganmiz. Listlari 1.8 listlarni ishlatganmiz. Bu darvozalarimizning kraskalar oldin gruntovka, keyin kraska, keyin avtolaklar sepilgan. Zamoklardan, yaxshi zamoklardan qo'yganmiz. Mana kalitlarni ko'rishingiz mumkin. 5 dona kalit qo'yilgan. Unga shunday darvoza eshiklar qiziq bo'lsa, sifatli darvoza eshiklar bizning manzil Amudaryo tumani, Mang'ish shahri sanoat zona ichida. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymasdan sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Tanishlaringiz, do'stlaringiz, yaqinlaringiz darvoza ishga qiziq bo'lgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.